Mana shu bilib olinglar, mana shu juda muhim narsa. ChatGPT sizga diagnoz qo'yib bera olmaydi. Bemorlarning ko'p qismi, ayniqsa hozirgi kunda ma'lumotlar ko'p bo'lgan jamiyatda ma'lumot olish osonda. Oddiy misol, oshqozoningiz og'ridi. Siz 1990-yildasiz. Nima qilasiz? Doktorga borasiz. Doktor aytadi. Ismingiz nima edi? Ismingiz Anvar aka. Anvar aka deydi, oshqozoningiz zo'r deydi. Men buni iching o'tib ketadi deydi. Действительно ichasiz, yaxshi bo'lib ketasiz. Lekin hozir unaqa emas u. Hozir bemorlar nima qiladi? Oshqozon og'risa birinchi do'sti bor ChatGPT degan, Google degan kiradi, u bilan maslahatlashadi. Mana hozir mana shu bilib olinglar, mana shu juda muhim narsa. ChatGPT sizga diagnoz qo'yib bera olmaydi, ayniqsa vahima kasallarga. Nima uchun? ChatGPT borini qabul qiladi. Mana bir odam vahimasi bor-da, yoshi 45 ta. Men sizga misol keltiraman. ChatGPT ga yozadi. Boshim kuchli og'riyapti, chap oyog'im, chap qo'limda uvishish bor deydi. ChatGPT nima deydi? Ehtiyot bo'lgin, это признак insulta. Tezroq nevrologga borgin deydi. Lekin ChatGPT doktorga o'xshab o'tirib, qachon boshlandi, nimadan keyin boshlandi, yoshingiz nechida, qanchadan beri davom etyapti, qaysi stressdan keyin boshlandi, qachon bo'ldi deb so'ramaydi. Doktor so'rasa, qachon boshlansa, 1 yildan oshdi. Nimadan keyin boshlandi? Shunasini deydi. Kelinimmi, kenayimni eri insult bo'lib qoldi. Ko'rdim deydi. Bir taraf ishlamay, voy qilib qoldi, ko'rib qoldi shuni deydi. O'shandan keyin o'ylaydigan bo'lib qoldim. Shu bir hafta o'tdi, bir oy o'tdi, bir tarafim o'shadigan bo'lib qoldi. Shu kuchayib ketyapti deydi. ChatGPT uni bilmaydi-ku. ChatGPT sen insult bo'lishing mumkin deb sizni vahimangizni 10 barobar oshirib yuboradi. Oshqozon sohasida og'riq bo'lyapti deysiz, qarang, bunday deysiz. ChatGPT ga yozyapti. У меня боли в области желудка deb yozasiz. U yerda еще что беспокоит deb. Ishtaham yo'q, ozvonman, bola battar yozuvdingiz. Sizda mana bunaqa bo'lishi mumkin dedi. 5-sababida sizda onkologik kasallik bo'lishi mumkin deb yozyapti. Siz ham 4tasiga e'tibor bermaysiz, lekin nimagadir 5-da turgan onkologik kasallik miyangizni ustiga suv quyib yuborgandek bo'ladi. Qaynoq suv. Voy deysiz. Точно deysiz. Qara to'g'ri topyapti deysiz. ChatGPT bilmaydiki, siz stressga tushganingizni, bir necha oy, bir necha yildan beri oshqozon kasalligini davolamay siqilib yurganingizni, sizda shunaqa vahimalar borligi so'ramaydi-ku. Mana men sizdan so'rayapman, men sizga adekvatni tushuntiryapman. Shuning uchun hozirgi kunda nevrozni kuchayishining asosiy sabablaridan bittasi internet, ChatGPT.